Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Mana biz bugun Andijon viloyati Shahrixon tumanida Ilhom akam dalalarida turibmiz. Bu yerga Termiz F1 degan toruz duragamiz ekilgan. Bugun Ilhom akamdan mana ikkinchi yil ekishlari bir gideta 8 gektar ekdi. Bu yerda hozirda 2 gektar maydonga ekilgan. Hozir Ilhom akamdan to'liq ma'lumot olishga harakat qilamiz ushbu duragamiz haqida. Ilhom aka endi bir boshidan boshlab nechinchi kuni urug' tashalgan, dalaga nechinchi kuni ekilgan, orasini qanaqa masofada ekildi, bergan vegetatsiya davrida, o'suv davrida berilgan ozuqalari, necha marta sug'orilgani haqida bir qator ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum dehqonlar, yaxshimisizlar? Shu martda boshlarida urug'ni nimaga tashlaganmiz? Blokka tashlaganmiz. Blokka tashalgan. Keyin bir oylik ko'chat top chiqib ekkanmiz. Bir oylik ko'chat ekilgan. Bir oylik ko'chat top chiqib ekkanmiz. Undan keyin shu plyonka, amopoz yerlarda hamma ozuqalarini berib ekkanimizdan keyin yil havojicha salqin keldi. Bahor salqinroq kelgan. Bahor salqinroq keldi, lekin o'sha aytilgan paytda pishdi-da baribir. O'bshi necha kunda hisobda 65 kun deyilgan o'zi. Yerga ekilgandan 65 kun. Yerga ekilgandan 65 kunda tayyor bo'ldi-da. Mana Xudo xolasa bugun kecha boshladik. Bugun to'g'riramiz o'ryapmiz, eksport qilyapmiz bunga. Endi bu nimamizni kasallik chidamligi qanaqa? Orqali duragay ancha-muncha kasallik chidamli. Shunga qanaqa qiynaldingizmi, qiynalmadingizmi? Yo'q, kasallikka chidamliligi yaxshi. Kasallikka chidamliligi ham yaxshi. Keyin hosil ushlashligi boshqa masalan oddiy urug'larda biz oldin ekkanmiz. 3 ta urug'da bitta toruz uzib olsak, bunda har bittasida bitta ikkita uzib olasiz ekanda. Uzish davrida masalan 8000 ta gektariga 8000 ta urug' ekkanmiz. 8000 ta urug' ekkanmiz. O'sha 8000 ta narsa 8000 ta 10000 ta bo'lib chiqar ekanda, nimasi. Toruz donasi. O'rtacha vazn qanaqa bo'lyapti endi aka? Hamma o'rtacha vazn kichigi o'sha ikkitadan ushlab qolganligida bittasini kichigi 5 kilo, 6 kilo bo'lsa, kattasi 17 kilo, 16 kilogacha bor. O'rtacha 10 kiloni tepasida-da. Mazasi qanaqa bo'lyapti? Endi mazasiga til ojiz. Shirin bo'ldi. O'tgan yil ham ekansiz, o'ta shirin bo'lgan, ha? Sxemasi nechaga ekdingiz endi bu yerda? Biz buni nimasi polvonroq bo'lar ekan, palagi, ariqni ichidan ariqni ichigacha 4 metr oldik. 4 metr oldi. Keyin bunaqasiga ko'chat bilan ko'chatning orasini 2 betlama qilib ekkanmiz. 70, 65 bilan 74 tasiga ekdik. Necha marta suv berildi endi aka? Shu polni pishgungacha. Pishgun davrigacha 5 marta suv berildi. 5 marta suv berildi. Nima Nima deb o'ylaysiz? O'zingiz hamkasblaringizga, dehqonlarga qo'rqmasdan tavsiya qila olamizmi? Albatta. Bu yil ikkinchi marta ekish, sinovdan 2 marta ekish. Xudo xolasa. Endi buni ekishimiz dugaga ekishni harakatini qilamiz. Bundan ham ko'ra ertaroq chiqarish maqsadida. Bu atrofda eng ertaki sizniki bo'ldi. Bu atrofda haqiqiy ertaki bizniki bo'ldi. Endi xom talash uzishyapti, unchalik nima bo'lmayapti, lekin pishirib haqiqiy osmonda pishib bo'ldi. Shuncha yaqinroq kelsangiz, bitta nimasini chavolab ko'ramiz, ichlarini ham ko'rib. Bittasini chavolab ko'ramiz. Mana aziz dehqonlar, qip-qizil rangda. Mindiroq qo'ygan bo'lsa. Buni tashqariga ketishligi ham yaxshi ekan. Eksport bor. Aslida Qirg'iziston tortilyapti. Qirg'iziston, Qozog'istonga ham so'rashdi, lekin Qozog'istonda hozir o'zlaridan chiqib qolishga boshlabdi, lekin Qirg'izistonga ketib nima bo'lyapti? Buni mazasi tomonlama, ertaklik tomonlama o'ta ham yaxshi ekan. Ertakligi yaxshi. Ertakligi yaxshi ekan. Mayli Ilhom aka, dehqonchiliklarga omad. Xudo xolasa mana qolgan dehqonlarimizga tavsiya qilamiz. Shu Enza Zaden firmasini sifatli urug'lari, Termiz F1 duragayi, yana boshqa Maristo degan duragalarimiz ham bor. Ekinglar, Xudo xolasa mana baraka topishyapti. Rahmat. Sog' bo'ling.